Zomin dalalaridagi qizg'aldoqzorlarda yuribmiz. Mana sayr qilib ajoyib manzara ko'ryapsiz. Lola qizg'aldoq gilam kabi yastanib yotibdi mana. Bahor avjida ajoyib. Bu yilgi bahor o'zgacha azizlar. Mana zomin dalalari, dalaning bir chekkasi mana bug'doyzorga qo'shilib ketgan. Uzoq bug'doyzorning etagida esa qishloqlar. Bu mana zomindan Jizzaxga ketadigan yo'lda Pishog'or qishlog'idan o'tdik, undan keyin Achchiq qishlog'idan o'tdik. Mana hozir endi Robot qishlog'iga ketib kelamiz. Va yo'lda to'xtadik. Qizg'aldoqzorni rasmga olish uchun to'xtadik. Mana odamlar sayrda ko'rinyapti, mana sayr qilayotgan odamlar. Bu yog'i Adir va yo'l usti, bu yog'i Adirlik joylashgan. Mana shunday manzara ajoyib hislar uyg'otadi insonda. Inson mana shu yer yuzida yashar ekan, tabiat qo'ynida yashaydi va unga mas'ul, tabiatning sofligi uchun mas'ul degan bir fikr uyg'onadi. Tabiat mukammal. Bu rang-barang gullarni qarang. Hammasi inson uchun. Lekin inson mana shu go'zallikni asray bilish kerak. Tabiatni sevish kerak. Uni asrash kerak. Keyingi avlodlarga yetkazib berish kerak. Albatta. Mana shu tuyg'ular hammamizni chulg'ab olishi tabiiy. Lola sayliga taklif qilamiz. Marhamat, kelinglar. Salomat bo'linglar hozircha.